ranglar jarayoniga o'tamiz. Demak biz mana birinchi bosqichda nima qilamiz? Mana shu daraxtlarni ko'rsatib bergan, daraxtlar ishlab chiqilgan. Yengil. Biz kelinki biz buni mana daraxtlardan emas, biz buni o'zgartiramiz, hozir boshqa yo'nalishdan boramiz. Tushunarlimi? Demak bizning tanlaydigan yo'nalishimiz asosiy mana bu katta hududlarni biz dastlab ranglab ishlab olamiz. Alohida elementar sifatida daraxtlarni va o'sha yo'llarni shakllantirib boramiz buni ranglar asosida. Kelinki biz mana osmondan tasvirlab boshlaymiz. Mana bu yerda nima bor ekan bizda? Mana bu yerda hattoki ana shu yerda quyoshning chiqib turgani ham, biroz o'sha quyosh nurlari ham aksi ko'rinib turibdi bizda. Buni ham nima qilamiz? Sariq rangga olamiz. Mana bu yerda beramiz, sariq rangga. Sariq. Mana bu yerda ham bizda bor ekan, bu ranglarimiz. Biz mana havo ranglardan olamiz. Mana havo ranglardan olamiz. Havo ranglarni mana kerak bo'lgan joylariga nima qilamiz? Shu bulut shaklida bu ranglarni mana bo'y qalamda buni xarakterini, o'sha xarakteri bo'yicha buni topib ishlab boramiz. Ko'ryapsizmi? Mana shu zaylda mana osmonni umumiy fon sifatida buni ishlab olamiz. Mana bu yerda ko'k ranglar, havo ranglar. Mana bu yerda nima bor? Va tog'ni rangini topib olamiz. Ko'k rang hamda mana qizil ranglar. Topib olamizda mana bu holatda mana qo'yib chiqamiz ranglarni. Biroz akvarelimiz sal qurib qolganga o'xshaydi. Mana bu yerda tog'larimiz sal xiralashib ketgan. Mana xiralashgan joyi sal suv bilan yedirib ishlab olamiz. Endi qarang. Endi mana bu yashilni, och yashilni olamiz, ochroq yashil va sariq yashilimiz ekan bu. Mana sariq yashil bilan nima qilamiz biz? Mana bu yerda biz tekisliklarni, mana ko'ryapsizmi? Dastlab ochiqroq bo'ldi, endi bu mana uzoqlashgan sari xiralashib boryapti-da biz, Mana bu yaqinlashgan sari oldingilarimiz sal to'qlashib boradi, mana yashil ranglarimiz ham. Bu endi maysalar endi. Maysalarimiz. Mana endi mana keyingi tomonida ham, keyingi tekisligimizda ham yerimiz, yosh tekisliklarimiz. Mana bunga ham xuddi shu tartibda nima qilamiz? Ishlab berib o'tamiz. Mana ko'rdingizmi? Hozir biz endi nimadan qolyapmizda? Mana yo'l qolyapti. Yo'llarimiz qolyapti. Mana biroz sariq ranglarni ishlatamiz. Mana bu yerda mana sabzi rangimiz bor ekan. Bularni ham qo'shamiz. Mana ko'ryapsizmi? Mana akvarelimiz birinchi qo'ygan rangimiz qurimasdan turib, keyingi rangni ishlashga biz ulgurishimiz kerak. Shundagina mayli o'sha ranglar namligida bir-biriga o'sha nozik o'tishuvlarni nima qiladi? Biza ta'minlab beradi. Mana ko'ryapsiz, mana sariq bo'lyapti, hamda sabzangda qo'shilgan holatini bizda aks ettirib o'tyapti. Mana o'sha ifodaviy vositalarni biz albatta buni o'z o'rniga qo'ya olishimiz kerak bo'ladi. Yana bizda nima bor? Mana jigarrang olamiz. Mana jigarrang olamiz, Mana bu yerlarda mana jigarranglar ham ishlatilgan bizda. Mana namligida ko'ryapsizmi, qanday bir ketyapti ranglarimiz. Agar biz buni hozir mana ranglarni quritib ishlaganimizda bizda nima hosil bo'ladi? Bizda unda chegara hosil bo'lib qoladi. Sariqimiz alohida chegaralanib qoladi. Sabzi rangimiz alohida chegaralanib qoladi. Demak, ana shu chegaralanib qolmaslikni oldini olish maqsadida shu namligida biz ishlab boramiz. Daraxtlar bo'yamiz. Qani? Daraxtga endi o'tamizda mana. Mana ko'rdingizmi? Mana ranglarimiz nozik o'tishlarni aks ettiryapti bizda. Mana endi mana daraxtimizni ham mana ochiq yashil rangni olamizda. Mana bunda nima qilamiz? Sal ishlov, mana to'qol yashil bilan ham qo'shib aralashtirsak bo'ladi.
Eng to'qroq yashilni olamiz. Mana. Chiqib beryapti. Sevgimga yo'q, Mana. Ko'ryapsizmi, daraxtlarni ana shunday yorug' soyalarni ta'minlagan holatda ishlaymiz. Demak, to'qroq yashil bilan mana bu yerda tasvirlab boramiz. Mana. Yorug' soya qonuniyatlariga biz asoslanishimiz kerak-da. Bunu sezdirishimiz kerak buni. Yorug'lik qayerdan kelyapti, soya qayerga tushyapti. Mana. Endi mana buni yana to'qroq olamiz. Mayli, biz endi mana yashilimizni kuchaytirgani uchun mana bu ko'k ranglardan qo'shsak, biroz rangi to'qnashadi, shundaymi? Mana bunday qilib qo'yamiz, mana ko'rdikmi? Mana yana olamiz. Mana. Mana shu tartibda biz daraxtlarda ishlov berib ketsak bo'ladi. Keyin mana daraxtlarga mana xarakter berib chiqadi. Mana maysalar qo'yib yuboring, mana bizda nima ketyapti. Bunga endi mayli bu aynan darslikda o'zidek bo'lmasa ham, lekin mana shu ijodiy yondashuvlarni ham kiritsak bo'ladi bunga. Buni o'zgartirishimiz mumkin qismangina. Mana ularga mayli jonliroq ravishda maysalarni qo'ysangiz, bu bizda nima bo'ladi? jonli. Yana ham bir ijodiy yondashuvlarimizni biz bunda ko'rsatib bera olishimizga erishamiz. Mana daraxtimizning tanasini ishlashimiz uchun mana bu kichikroq o'lchamdagi mo'y qalamimiz tanlab olamiz va albatta nimaga? Jigar rangga biz murojaat qilamiz va jigar rangni yashil rang bilan aralashgan holatida biroz uni rangini topishga harakat qilamiz. Mana daraxtning rangi, tanasining rangini. Qani? Mana. Mana bu holatda biz mana tanasiga ishlov beramiz. Mana keling, mana shoxchalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana qarang. Mana shu boshlarda berilgan manzaramizda, mana shu darsligimizdagi mana manzaramiz. Hozir biz sizlarga mana bu amaliy ishda bajargan manzaramiz mana shu holatga keldi. Mana ko'ryapsizmi o'quvchilar? Mana shu holatda biz ishlashga biz harakat qilishimiz kerak. Mana akvarelda ishlaganimizda buni biz rangini, tozaligini, sofligini va musaffoligini biz albatta ko'rsatishimiz kerak. Ranglarimiz kirlashib ketmasin. Hamisha yorqin ranglar bilan bu o'z ifodasini topa olishi kerak. Maylimi? Demak mana ushlang qani? Amal ishingizni. Mana ko'rdingiz, bolajonlar, shu tartibda biz manzarani ishlashga harakat qilaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.